Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida 3 oylik qo'shimcha to'lov kimlarga beriladi? Kimlar bu pulni kutishi mumkin? Kimlar esa bekorga navbatda turmasligi kerak? Bu ma'lumot ayniqsa nafaqa ijtimoiy yordam. Bolalar puli, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan to'lovlar, ishsizlik yoki vaqtinchalik qo'llab-quvvatlash dasturlariga aloqador bo'lgan fuqarolar uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik menga ham tushadimi? Qayerga murojaat qilaman? Kartamga avtomatik tushadimi yoki ariza berishim kerakmi? Degan savollar bilan adashib yuribdi. Men hozir sizga buni oddiy tilda bosqichma-bosqich misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xato qilinadigan joylar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday xabarlar odamning real puliga, oilaning byudjetiga va hujjatlarni vaqtida topshirishiga bevosita ta'sir qiladi. Avval shuni tushunib olaylik. 3 oylik qo'shimcha to'lov deganda hamma uchun bir xil, hammaning kartasiga pul tushadi degan ma'no chiqmaydi. Bu juda muhim. Odamlar ko'pincha sarlavhani ko'radi. Avgustda 3 oylik pul berilar ekan deb o'ylaydi va darhol bank kartasini tekshiradi. Lekin amalda to'lovning kimga berilishi bir nechta omilga bog'liq bo'ladi. Fuqaroning ijtimoiy maqomi, arizasining holati, avvaldan ro'yxatda turgan-turmaganligi, oilaning daromadi, hujjatlarning to'liqligi, mahalla yoki maxsus tashkilot bazasidagi ma'lumotlar, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlarning to'g'ri kiritilgani. Oldin ko'p to'lovlar oyma-oy tasdiqlanardi. Masalan, oila bolalar puli yoki moddiy yordamga ariza bergan bo'lsa, har oy tekshiruv bo'ladi. Tizim ma'lumotlarini solishtiradi, daromadlar, ish joyi, mol-mulk, avtomobil, bankdagi aylanmalar, boshqa nafaqa yoki yordamlar ko'rib chiqiladi. Agar shartlarga mos kelsa to'lov davom etadi. Mos kelmasa to'xtatiladi. Endi esa ayrim holatlarda fuqarolarga bir vaqtning o'zida 3 oyga tegishli qo'shimcha to'lov berilishi yoki oldingi oylar uchun yig'ilib qolgan mablag' avgustda o'tkazilishi mumkin. Farqni tushunish kerak. Bu yangi hamma uchun umumiy sovg'a emas, balki ma'lum toifadagi fuqarolarga tegishli hisob-kitob, qayta tayinlash, indeksatsiya, kechikkan to'lov yoki qo'shimcha kompensatsiya bo'lishi mumkin. Men buni ko'p ko'rganman. Odamning puli aslida tasdiqlangan bo'ladi, lekin karta raqami noto'g'ri kiritilgan, pasport ma'lumotlari yangilanmagan yoki telefon raqamiga xabar kelmagan bo'ladi. Natijada u menga bermadi deb o'ylaydi. Yana boshqa odam esa shartlarga mos kelmaydi, lekin qo'shnisiga tushgani uchun menga ham tushishi kerak deb hisoblaydi. Mana shu chalkashlikni bugun aniq qilib ajratamiz. Mind part igi. Kim bilish kerak, kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasa ham bo'ladi, birinchi navbatda bu xabarni diqqat bilan tinglashi kerak bo'lganlar, kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turganlar, bolalar pul oladiganlar, moddiy yordamga ariza topshirganlar, nogironlik bo'lgan shaxslar yoki ularni parvarish qilayotgan oilalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, pensiya va nafaqa oluvchilar, shuningdek so'nggi oylarda arizasi ko'rib chiqilib, lekin to'lov kechikkan fuqarolar. Masalan, birinchi holatni olaylik. Farhod aka oilasida 4 nafar farzand bor. U o'zi mavsumiy ishda ishlaydi, rafiqasi uy bekasi. Ular iyun oyida bolalar puli uchun ariza bergan. Tizim arizani iyulda tasdiqlagan. Lekin to'lov texnik sabab bilan iyulda tushmagan. Avgust ularga 2 yoki 3 oylik pul bir varakayga tushishi mumkin. Bu yangi 3 oylik sovg'a emas, balki avvalgi davr uchun hisoblangan mablag'ning keyinroq to'lanishi bo'ladi. Shuning uchun Farhod aka avgustda kartasiga odatdagidan ko'proq pul tushsa, vahima qilmasligi kerak. Lekin u albatta to'lov qaysi oylar uchun hisoblanganini aniqlab olishi kerak. Chunki keyingi oyda yana shuncha tushadi deb o'ylab, pulni noto'g'ri rejalashtirib qo'yishi mumkin. Ikkinchi misol, Gulnora opa nogironligi bo'lgan farzandini parvarish qiladi. Avval hujjatlarida muammo bo'lgan, tibbiy xulosa muddati tugagan, keyin qayta rasmiylashtirilgan. Agar tegishli organlar uning huquqini oldingi sanadan boshlab tan olsa, u holda avgustda bir necha oy uchun yig'ilgan qo'shimcha mablag' o'tkazilishi ehtimoli bo'ladi. Bu yerda asosiy masala hujjatning qaysi sanadan kuchga kirgani. Agar hujjat faqat avgustdan kuchga kirsa, unda may, iyun, iyul uchun pul talab qilib bo'lmaydi. Agar qaror iyundan boshlab kuchga kirgan bo'lsa, unda iyun, iyul va avgust uchun hisob-kitob bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Nodir ismli yigit ishsiz qolgan, bandlik organiga murojaat qilgan, lekin hujjatlari to'liq bo'lmagani uchun bir oy kechikkan. Agar u tegishli dastur bo'yicha qo'llab-quvvatlashga haqli deb topilsa, unga avvalgi oylar uchun kompensatsiya yoki bir martalik qo'shimcha to'lov berilishi mumkin.
Lekin u rasman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, faqat men ishsizman degani bilan pul berilmaydi. Tizimda qayd bo'lishi kerak. Mana shu joyda ko'p odam xato qiladi. Ishsizman, demak menga ham tushadi deydi. Yo'q, huquq paydo bo'lishi uchun ariza, ro'yxat, tekshiruv va tasdiq kerak. 4-misol. Malika opa pensiya oladi. U pensiya kartasini almashtirgan. Lekin yangi kartani tegishli tashkilotga bog'latmagan. Natijada oyma-oy to'lov qaytgan yoki ushlanib qolgan. Keyin muammo hal qilingach, avgustda bir nechta oy uchun pul birga tushishi mumkin. Bunday holatda bankdan SMS keladi. Lekin SMS kelmasa ham ilova orqali yoki bankomatda balansni tekshirish mumkin. Lekin eng to'g'ri yo'l bank va pensiya bo'limidagi ma'lumot bir-biriga mosligini aniqlash. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz hech qachon ariza bermagan bo'lsangiz, ijtimoiy yordamga ro'yxatda turmasangiz, bolalar puli yoki moddiy yordam olmasangiz, pensiya yoki nafaqa masalasida qayta hisob-kitob qilinmagan bo'lsa, unda faqat xabarni eshitib pul kutish to'g'ri emas. Tizimda sizning nomingiz bo'lmasa, avtomatik tarzda hamma fuqaroga 3 oylik pul tushmaydi. Bu yerda muhim mezon, siz tegishli toifadamisiz va sizning huquqingiz tasdiqlanganmi? Yana bir toifa bor. Xavotir olish kerak, lekin vahima qilmasligi kerak bo'lganlar. Bular arizasi ko'rib chiqilmoqda holatida turgan fuqarolar. Masalan, siz iyul oyida ariza berdingiz, hali natija chiqmagan. Avgustda ham bo'ladi deb o'ylab, darrov shikoyat yozishga shoshilmang. Avval arizaning holatini tekshiring. Agar ariza rad etilgan bo'lsa, rad etish sababi bo'ladi. Masalan, oilada rasmiy daromad belgilangan me'yordan yuqori. Nomingizda avtomobil bor, yer maydoni yoki boshqa mol-mulk ko'rsatilgan, yoki oila tarkibi noto'g'ri kiritilgan. Bu sabablar bo'yicha siz tuzatish kiritishingiz yoki qayta ariza berishingiz mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hamma narsani buzib qo'yadigan mayda, lekin hal qiluvchi nuqtalar bor. Birinchi nozik jihat 3 oylik degani har doim ham 3 barobar ko'p pul degani emas. Ba'zan to'lov 3 oyga mo'ljallangan bo'ladi, lekin har oy alohida tushadi. Ba'zan esa oldingi 2 oy va joriy oy birga tushadi. Ba'zan faqat qo'shimcha qismi to'lanadi. Asosiy to'lov alohida ketadi. Shuning uchun karta balansiga qarab xulosa chiqarmang. Hisob-kitob varaqasi yoki rasmiy izoni so'rang. Ikkinchi nozik jihat, oila tarkibi. Ijtimoiy to'lovlarda oila tarkibi juda katta ahamiyatga ega. Masalan, siz aslida ota-onangizdan alohida yashaysiz, lekin ro'yxatda bitta manzilda turasiz. Tizim sizning oilangiz daromadini hisoblaganda bitta manzildagi boshqa shaxslarning daromadini ham ko'rishi mumkin. Natijada siz mening daromadim yo'q desangiz ham umumiy daromad yuqori deb chiqadi. Bunday holatda yashash holatini tasdiqlovchi hujjatlar, ijara shartnomasi, mahalla dalolatnomasi yoki boshqa asoslar kerak bo'lishi mumkin. 3-nozik jihat kartaning egasi. To'lovlar ko'pincha murojaat qilgan shaxsning nomidagi kartaga yoki belgilangan oluvchi hisobiga tushadi. Agar siz opangizning, turmush o'rtog'ingizning yoki farzandingizning kartasini bergan bo'lsangiz, to'lov o'tmasligi mumkin. Ba'zi tizimlarda karta egasining JSH ayri raqami to'lov oluvchi bilan mos bo'lishi shart. Shuning uchun karta bor-ku degan gap yetarli emas. Karta faol bo'lishi, bloklanmagan bo'lishi, muddatidan o'tmagan bo'lishi va aynan sizning nomingizda bo'lishi kerak. 4-nozik jihat qarzdorlik va undirish. Ba'zi odamlar kartasiga pul tushganini ko'radi, lekin darhol yechib olinadi. Sababi bank kredit qarzdorligi, aliment, ijro hujjati yoki boshqa majburiy undirish bo'lishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlarning ayrim turlari undirishdan himoyalangan bo'lishi mumkin. Ayrimlar esa amaliyotda bloklanib qoladi. Bunday vaziyatda darhol bankdan pul qayerga ketganini yozma ravishda so'rang. Agar ijtimoiy to'lov noto'g'ri ushlangan bo'lsa, uni qaytarish bo'yicha ariza yozish kerak bo'ladi. 5-nozik jihat, rad etilgan ariza bilan kechikkan arizani adashtirmang. Kechikkan ariza degani hali umid bor. Rad etilgan ariza degani esa sabab bor. Sababni bilmasdan yana ariza bersangiz, yana rad etilishi mumkin. Masalan, sizning nomingizda eski, ishlamayotgan avtomobil bor. Siz undan foydalanmaysiz, lekin tizimda u mol-mulk sifatida ko'rinadi. Agar qoidalarda bunday holat cheklov bo'lsa, yordam rad etilishi mumkin. Buni hal qilish uchun avtomobilning real holatini, hisobdan chiqarilgan, chiqarilmaganini yoki egalik masalasini tartibga solish kerak. 6-nozik jihat. Telefon orqali kelgan xabarlarga ishonishda ehtiyot bo'ling. So'nggi paytlarda firibgarlar 3 oylik to'lov chiqdi, kartangizni tasdiqlang deb link yuborishi mumkin. Hech qachon karta parolini, SMS kodni, bank ilovasining login parolini hech kimga bermang. Rasmiy tashkilot hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi.
Agar sizga link kelsa, uni bosishdan oldin rasmiy manbadan tekshiring. Pul olish uchun karta raqamining o'zi yetishi mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin karta orqasidagi kod SMS parol va ilova paroli hech qachon berilmaydi. 7-nozik shart. Avgust oyida tushadigan pul sentyabr yoki oktyabr oyidagi to'lovingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, sizga oldingi 3 oy uchun yig'ilgan pul birga tushdi. Siz buni doimiy daromad deb o'ylamang. Keyingi oyda odatdagi miqdor tushishi yoki to'lov muddati tugagan bo'lsa, umuman tushmasligi mumkin. Shuning uchun oilaviy xarajatni rejalashtirganda bu mablag'ning qaysi davr uchun ekanini aniqlab oling. Eng katta xato. Odam katta summa tushgandan keyin qarzga narsa oladi. Keyingi oy ham shuncha tushadi deb o'ylaydi. Keyin qiynalib qoladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni aniqlang. Siz qaysi toifaga kirasiz? Bolalar puli oluvchimisiz? Moddiy yordamga ariza berganmisiz? Pensiya yoki nafaqa oluvchimisiz? Ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tganmisiz? Nogironlik bo'yicha hujjatingiz bormi? Agar biror toifaga kirsangiz, keyingi qadamga o'ting. Agar hech bir toifaga kirmasangiz, avval o'zingizga tegishli yordam turi bor yo'qligini aniqlang. Ikkinchi qadam, ariza holatini tekshiring. Buni mahallangiz orqali, tegishli ijtimoiy himoya bo'limi orqali, pensiya jamg'armasi bo'limi orqali, bandlik bo'limi orqali yoki mavjud elektron xizmatlar orqali tekshirishingiz mumkin. Muhimi og'zaki hali kelmadi degan javob bilan to'xtab qolmang. Arizangiz raqami, sanasi, holati va rad etilgan bo'lsa, rad sababi haqida aniq ma'lumot so'rang. Uchinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Odatda sizga pasport yoki ID karta, CHSHR, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank kartasi ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromadni tasdiqlovchi yoki daromad yo'qligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjat ro'yxati farq qiladi. Lekin asosiy qoidani eslab qoling. Tizim sizning oilangiz, daromadingiz va huquqingizni tasdiqlashi kerak. Bank kartalarini tekshiring. Karta faolmi, muddati o'tmaganmi, nomingizga ochilganmi, SMS xabarnoma ulanganmi? Bank ilovasida cheklov yo'qmi? Agar kartangiz almashtirilgan bo'lsa, yangi karta ma'lumotlari to'lov tayinlaydigan organ bazasida yangilanganini tekshiring. Ko'p hollarda pul chiqarilgan bo'ladi. Lekin karta muammosi sababli fuqaro uni o'z vaqtida ola olmaydi. 5-qadam, agar pul tushmasa, darhol tartibli ariza yozing. Arizada isyotga berilmang. Menga pul bermayapsiz deb yozish o'rniga aniq yozing. Men falon, sanada falon turdagi to'lov uchun ariza topshirganman. Arizamning holati to'lov tayinlanmagani. Tayinlangan bo'lsa, qaysi oylar uchun hisoblangani va to'lov bank hisobimga qachon o'tkazilishi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza masalani tezroq aniqlashtiradi. 6-qadam, agar rad etilgan bo'lsa, rad sababini tuzating. Misol uchun, oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, manzil ma'lumotini to'g'rilang. Daromad noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ish joyidan yoki soliq ma'lumotlaridan aniqlik kiriting. Mol-mulk bo'yicha xato bo'lsa, kadastr yoki tegishli reyestrdagi ma'lumotlarni yangilang. Nogironlik hujjati muddati tugagan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'ting. Shundan keyin qayta murojaat qilish ancha samarali bo'ladi. 7-qadam. Har bir gapni rasmiy manbadan tasdiqlang. Qo'shni oldi, qarindosh oldi, Telegramda yozishdi degan gaplar yetarli emas. To'lovlar qoidaga asoslanadi. Bir oilaga tushgani ikkinchi oilaga ham tushadi degan emas. Masalan, ikkita oilada ham 3 ta farzand bo'lishi mumkin. Lekin birida rasmiy daromad yuqori, ikkinchisida daromad past. Birida nomida avtomobil bor, ikkinchisida yo'q. Birida ariza o'z vaqtida berilgan, ikkinchisida hujjat kech topshirilgan. Natija har xil bo'ladi. 8-qadam, pul tushgan bo'lsa, uni tekshirib oling. Qaysi oylar uchun tushdi? Asosiy to'lovmi yoki qo'shimcha to'lovmi? Keyingi oy ham davom etadimi yoki bu bir martalik hisob-kitobmi? Agar shuni bilmasangiz, oilaviy byudjetni noto'g'ri rejalashtirib qo'yishingiz mumkin. Men har doim maslahat beraman. Katta summa tushsa, avval majburiy xarajatlarni ajrating. Oziq-ovqat, kommunal to'lov, dori-darmon, maktab xarajatlari, qarzlar. Keyin qolganini ishlating. Demak, avgust oyidagi 3 oylik qo'shimcha to'lov masalasida eng asosiy fikr shuki, bu hamma fuqaroga avtomatik beriladigan umumiy pul emas. Bu to'lov ma'lum toifadagi huquqi tasdiqlangan. Arizasi qabul qilingan yoki oldingi oylar uchun hisob-kitobi yig'ilib qolgan fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Kimdir 3 oy uchun pulni birga oladi, kimdir oyma-oy oladi, kimdir esa shartlarga mos kelmagani uchun olmaydi.
Sizning vazifangiz taxmin qilish emas, aniq tekshirish. To'yfangizni biling, ariza holatini aniqlang, hujjatlarni to'g'rilang, bank kartangizni tekshiring va kerak bo'lsa yozma ariza bering. Shunda siz navbatda bekorga turasiz. Na firibgarlarga aldanasiz, na o'zingizga tegishli pulni o'tkazib yuborasiz. Agar sizda ham avgust oyidagi to'lov bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lov turini kutyapsiz? Arizani qachon bergansiz, holati qanday? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga o'z pulini vaqtida olishga yordam berishi mumkin.